Voqea real hayotdan olingan. Toshkent shahrining chekka mavzelaridan birida sukunat hukmron edi. O'rta bo'yli, moviy ko'z Madinagina istar-istamas ko'p qavatli uy tomon yurib borardi. Xayollari chalkash, ko'nglida g'ashlik alomati seziladi. Miyasida faqat bir savol charx uradi. Nega chaqirdi ekan? Nahotki to'y qilib uylanishga qaror qilgan bo'lsa? Pakkaga yetay deganda qarama-qarshi tarafdan o'zining suyuklisi, yorug' dunyoga ishonmasi, yakkai yagonasi Muxtor sigaret tutatgan ko'yi yaqinlashib keldi. Uning ham yuzlari tund edi. Tez-tez chap qovog'i uchib asabiga tegardi. Yetib kelgach, kulimsirabgina peshvoz chiqqan Madinani ohista quchib ko'zlarini yumdi. "Nima bo'ldi, jonim?" so'radi shivirlab Madina. "Ilgari uchrashganimizda bo'salar olib bezor qilardingiz. Endi bo'lsa zo'rma-zo'rak quchdingiz. Tinchlikmi?" "Senga aytdim-ku", dedi Muxtor Madinani qo'yib yuborib. "Ikki bolamni sira ko'zim qiymayapti. Bu yoqda xotinim 3-chi farzandimga homilador. Uchrashib yurganimizni sezib qolgandan beri menga kun bermaydi. Xudo ko'rsatmasin, unga bir nima bo'lsa qamalib ketaman, tushunsang-chi." Madinaning yuzlarida boyagi tabassumdan asar ham qolmadi. Bir qadam ortga tislandi-da, beixtiyor ko'zlari yoshlanib, lablari po'lkilladi. "Demak, qaroringiz qat'iy, shundaymi?" dedi u alam aralash shivirlab. "Bokiraligimga ega chiqib bo'ldingiz. Men ahmoq, sizga ishonib azbaroy qattiq sevganimdan shu ishga ham yo'l berdim. Endi bolalaringiz, xotiningiz aziz bo'p qoldimi?" "Yo'q, jonidan. Bu hunaringiz o'tmaydi. Nikohingizga olib, to'y qilmagunizcha tinch qo'ymayman sizni." "Qo'lingdan kelganini qil", dedi Muxtor. "Xo'sh, nima qilasan? Qamatorasanmi? Qamat. Men qamog'ingdan qo'rqmayman." "Hali shunaqami? Bo'pti. Yaxshi qoling unda. Xudo jazoingizni bersin. Aytgancha, telefoningizdagi mening suratlarimni o'chirib tashlang. Tag'in xotinchangiz ko'rib qolib sochingizni yulmasin." Ertasi kuni Madina kechki payt uyg'ondi. Kollejda darslar ko'payib ketgandi. Charchabdi shekilli, karavotga o'zini tashlabdi-yu, uyquga ketibdi. "Hoy Madi, bu yoqqa chiq." U oshxona tarafdan onasi Tamara xolaning tovushini eshitdi-yu, arang o'rnidan qo'zg'aldi. So'ngra borib ko'zguga boqdi. Qovoqlari negadir ichkariga tortgandek, rangi so'lg'indek tuyuldi. Sal nari borgach, yana Muxtorning so'nggi dag'dag'ali javobi quloqlari ostida jarangladi. "Qo'lingdan kelganini qil." Madina o'zini majburlab bo'lsa-da oshxonaga o'tdi. Qurib ketsin. Bugun tug'ilgan kuni ekanini ham unutgan ekan. Oshxonaga kirishi bilan otasi Salim aka va onasi baravar tabriklab bag'rilariga bosishdi. Salim aka qiziga atab uzuk keltiribdi. Barmog'iga taqib qo'ydi. Ammo Madinaga bu ham tatimadi. Tag'in o'pkasi to'lib keldi. Ko'zlari jiqqa yoshga to'ldi. Ota-ona dilgir bo'ladi. Otasi va onasi baravar unga yopishishdi. "Nima bo'ldi qizim? Kim ranjitdi? Nega yig'layapsan? Tug'ilgan kunida ham yig'laydimi odam?" "Meni Muxtor rasvo qildi", dedi oxiri chiday olmay Madina. "Men baxtsiz bo'ldim. Baxtimni chilparchin qildi. Unga ishongandim. U bo'lsa qilg'ilikni qilib qo'yib endi tashlab ketdi. Menga uylanmasmish." "Nima?" Salim aka yoshi 60ni yoqalagan bo'lsa-da, barvasta va kuchli. Bir musht bilan buqani ag'dargudek shashta bor. "Anavi 2 bolali Muxtorni aytyapsanmi? Hali u nomusingni bulg'adimi?" "Dada", dedi yig'i aralash Madina bir chetda tosh qotgan onasiga razm solib. "Men uni sevaman axir. Nega bevafolik qildi? Nega nomardlik qildi? Aybim nima? Endi juvonga aylanganimni qaysi devorga aytib dod solaman? Baxtsiz bo'lib qolaveramanmi?" "O'zingni bos", dedi Salim aka qizini mahkam quchib kursiga o'tkazarkan. "Seni Muxtor tugul vallomati ham baxtsiz qila olmaydi. Shunday nomardlikka qo'l urgan bo'lsa, bu yoqqa chaqirib kel, o'zim gaplashib qo'yaman u bilan."
U kelmaydi, dedi Madina qo'l siltab. Xotinidan qo'rqadi. Sen shunday qilki, o'zi zippillab oldinga tushsin. Bora qol. Biz unga Madinani aldash qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yamiz. Madina otasining bu gaplaridan keyin bir oz tinchlangan bo'lib, shosha-pisha yotog'iga kirdi-da, Muxtorga qo'ng'iroq qilib uchrashuv belgiladi. Yana o'sha pakkaga kelishini so'radi. Muxtor har galgidek rozi bo'ldi. Bugun qanaqa kun ekanini bilasizmi? Hech narsa bo'lmagandek kulimsirab so'radi undan Madina. Nahotki unutgan bo'lsangiz? Ishon, dedi Muxtor bosh qashib. Haqiqatdan bilmayman. O'zing ayta qol, qanaqa kun? Mening tug'ilgan kunim. Qanday skleroz mana? Sizzasiga shapatladi Muxtor xijolat tortib. Tabriklayman, Madi. Minglarga kirib yurgin. Sovg'asi-chi, dedi Madina yana majburan jilmayish qilib. Tug'ilgan kuni bo'lganlarga sovg'a beriladi-ku. Sen shu yerda tura turgan, hoziroq do'konga borib, Muxtor shunday deb ketishga chog'landi. Biroq Madina uni qo'yib yubormadi. Men unaqa sovg'ani nazarda tutmadim, dedi Muxtorning qulog'iga shivirlab. Lablarimdan bir marta bo'lsa olsangiz, o'sha men uchun 1000 ta sovg'adan azizroq. Muxtor bo'lsa oldi. Madina esa uning ko'ksiga bosh qo'ygan ko'yi bir muddat tek turdi-da, ilkis boshini ko'tardi. Bu yerda uzoq qolib ketdik, dedi u xavotir aralash. Bilasizmi, sizni kechirdim. Tushundim. Oilangiz, bolalaringiz bor. Hammasini tushundim. Taqdirga tan berdim. Faqat ko'cha-ko'yda ko'rishib qolsak, ters burilib ketib olmasangiz bo'ldi. O'zimning aqlligim. Madinani quchib erkalagan bo'ldi Muxtor. Rahmat senga. Tushunganing uchun rahmat. Rahmat bilan qutulib bo'psiz. Ota-onam mening tug'ilgan kunim sharafiga shohona dasturxon tuzashgan. Sizni olib kelish uchun yuborishdi. Ular sizni mendan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishadi-da. Tug'ilgan kun sizsiz tatimasmish. Yo bormaysizmi? Ota-onamni iltimosini yerda qoldirasizmi? Nega endi? Dedi tutilibroq Muxtor. Sening tug'ilgan kuning bo'ladi-yu, bormaymanmi? Faqat unda sen uyingga kira tur, men do'kondan ul-bul aytdim-ku, hech narsa kerak emas. O'sha pullaringizni bolalaringizga sarflang. Hamma narsa bor. Sovg'amni berib bo'ldingiz. Yuring. Muxtor tanish podyezdga kirganlaridan keyin ham qattiq hayajonlanar. Madinaning ota-onasi nega tashlab ketganini so'rab qolsa, nima deb javob qilishini bilmay garang edi. Nihoyat 4-qavatga chiqishdi. Mana shu chapdagi qizg'ish temir eshikli kvartira Madinalarniki. Bu uyga necha marta kirib chiqqani ham yodida qolmagan. Chalkashib ketgan. Lekin eng totli lahzalarni shu kvartirada o'tkazgani hanuz yodida. Madina bilan o'tkazgan shirin lahzalar eshikka ko'zi tushgach tag'in bag'rini kemira boshladi. Qani, kiring, yaxshi yigit, deya Muxtorga yo'l bo'shatdi. Madina eshikni yarim ochib. Kiravering, qo'rqmang. Uyda begona yo'q, faqat o'zimiznikilar. Muxtor ichkariga kirdi. Ketidan Madina ham kirib eshikni tambaladi. Shu mahal qayerdandir qo'lida bolta bilan Salim aka paydo bo'ldi. U yuz ko'zi uchib, tishlari g'ijirlab oshxona tomon yurishga chog'langan Muxtorning orqasidan yaqinlashib keldi-da, bo'yni aralash zarba berdi. Madina buni kutmagan ekanmi, jon holatda yotoqqa kirdi-da, eshikni ichidan tambalab oldi. Muxtor yotgan yerida tinimsiz tipirchilar. Bo'ynidan oqqan qon polga yoyilib ketgandi. Salim aka yana bir karra uni bolta bilan chopdi. Shundan keyingina Muxtor jim bo'ldi. Endi katta so'mka tayyorla, dedi u qarshisida dag'dagʼ titrayotgan xotiniga. Buni maydalab axlatxonaga olib borib tashlaymiz. Qizimning nomusini bulg'ash mana bunaqa bo'ladi. Tamara xola tanasidagi titroqlarni to'xtata olmasa-da, qo'rqibsa eri tayinlagan katta so'mkani olib chiqdi. Bu orada Salim aka murdani bo'laklab ulgurgandi. Shoshilinch bo'laklarni so'mkaga joyladi-da, tashqariga ishora qildi. Yur, menga sherik bo'lasan. Yo'qotaylik tezroq bu g'alamisni. Xotima o'rnida. Er-xotin
Mavzening chetidagi suvi lopillab oqayotgan ko'prik orqali axlatxona tarafga o'tishgach, Salim akaning fikri o'zgardi. Ular so'mka to'la murda bo'laklarini axlatxona o'rtarog'iga olib borib yoqib yuborishdi. Keyin esa o'zlari ko'ngilli ravishda militsiya bo'limiga borib qotillikni tan olishdi. Madina chetda qolishi mumkin edi, lekin Muxtorni o'sha kuni boshlab kelayotganda qo'shnilardan biri ko'rgan ekan. Guvohlik berishga chaqirishganda gullab qo'ydi. Shunday qilib, Madinaga ham ma'lum muddatli qamoq jazosi tayin etildi. Tamom. E'tiborlaring uchun rahmat. Hikoya muallifi Olimjon Hayit. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.